1 million prosmotr yiqqan pirashkachi qiz hayotida bir kun yashab ko'ramiz. Million prosmotr. Pirashkachi qiz videomiz, ilk videomiz edi. 1 million prosmotr yiqqan 4 kunda. Va kommentariyada esa yozishdi, davomini oladi. Shuni bugun olmoqchimiz, xudo xolasa, bir kunlik pirashkachi qiz hayotida yashab ko'ramiz. Ertalab soat 7 dayoq yetib keldik. Fartularda taqdim kelib xamir qilishni boshladik. So'dan bu? Chay so'dan? So'dan. Dro'ja ham so'dan so'ng. Shu yoshimga qadar hali bunaqa katta tog'orada xamir qilib ko'rmagandim. Qancha qilish kerak? Dili bo'lak, odamlarning yo'li bo'lak. Kimga boylik, kimga obro', mansab kerak. Turfa yo'lda turfa odam ketib borar. O'z dardida bu yo'llardan o'tib borar. Oh, qayg'usi ko'p demangiz bu bayotning. Xamirimiz ko'p kunga qadar 47 gradus issiqda bozorlik qilgani ketdik. Bu yo'llardan olib ketmas ko'p olgan ham. Bu yo'llarda qolib ketmas och qolgan ham. Bu yo'llar bilmasdan taqiqlangan yo'ldan o'tayotganim uchun mashina urib yuborishga ham sal qoldi. Bir joyga borar. Bu yo'llar bizlarni chorlar. Ham yaxshi yomoni bir joyga borar. Sizga qiziqsangiz, nigina bizda Jalaqada o'quv markazimiz bor. Men sizga shunaqa voucher nima beraman. Bu yerda xohlagan fanlaringizga kirsangiz ham bo'ladi. Bitta shart bor, xudo xolasa, mana hozir ko'rib turganlarga ham aytaman. Shu videomiz xudo xolasa yana million prosmotr yig'sa, sizga bepul xohlaganingizcha nechiga yoshga kirguningizga qadar, o'qishga kirguningizga qadar o'quv markazimizni bepul qilib beraman. Xo'pmi, kelishdingmi? Millionga chiqaramizmi? Bo'ldi, yaxshi. İnançki gahi sada gah güzeret. Beriyet menzil hah gada hah şah güzeret. Takdir danet ki çarvak ki çah güzeret. Meberet İnrahi raha mara meberet. Ahinek ahibet yekca meberet. İnrahi raha mara meberet. Ahinek ahibet yekca meberet. İnrahi raha mara meberet. 10 yoshli qiz uchun 50 kilodan oshiq bozorlik yuk ko'tarish bilmadim, men ko'tara olmadim. Yukimiz shunaqa ham og'irligidan gul do'kondan iltimos qilib turdik, narsalarimizni qo'yib, yana bozorga qarab kirib ketdik, boshqa bozorga. Kichkina salafanda 10 milli berdim. Yana qanaqa salafanda o'dingiz? Asli ana oqdi. Onda 18 milli deyapsizmi? 10 milli. 10 milli. 2000 beraman. O'tdaja hayvonlar! Bizlarni chorlar, ham yaxshi yomoni bir joyga borar. Bu yo'llar bizlarni chorlar, ham yaxshi yomoni bir joyga borar. Hoşum canım.
Меня уносит, не оставив мне даже тени в Onu gördüler ha. Agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz улететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Ozadigan qildik. Endi hamma ishlarni aytishga topshirib turamiz. Ketdingmi? Surprizga? आज सुन लो दास्ता है ये कि एक था नौजवान जो दिल ही दिल में हसीना का था दीवाना वो हसीना थी कि जिसकी खूबसूरती का दुनिया भर में था मशहूर अफसाना दोनों की ये कहानी है जिसको सभी Barchamiz yoshlarimizni menga obuna bo'lishni unutmang. Restoranga olib kiraverasiz, qo'ziqo'zon qilmoqchi bo'ldik, lekin baribir Niginani ko'zlari mayishadi.